Biz oldingi soatlik darslarda rasmni Photoshopda qanday qilib ichish yoki o'chirish mashg'ulotlarini ko'rib o'tgan. Bu qatimda biz ochgan rasmlarni boshqarishni, ya'ni ularni cho'ngaytirish yoki kichiktirtish yoki o'tkazish usullarini bir ko'rib o'taylik. Hozir ekranda men ikki parcha rasmni ochdim. Bu ikki parcha rasmdan kichikda ko'rinyotidi. Men buni qanday qilib turib o'tkazish usulidan qo'llanib yoki cho'ngaytish usulidan foydalanib turib mashg'ulot ilib bora olayman. Ben bu resim sal çoğaltmasam bulmadı çünkü ina kögül olmadı. Qanday chiqib çoğaltman. Buning uchun men oldi bilan shu konopka taxt, ya'ni qural sandig'idan foydalanib turib, qural sandig'i ostidagi lopayni quroldan foydalanib turib, men bularni mashg'ulot ilib borsam bo'ldi. Lopayni chekkandan keyin tanlash stonida bir qancha parametrlar ko'rinishga boshladi. Men buning birinchisidagi o'ng tarafini chekib turib, buni asl holatga, sukut holatga keltirayotgandan keyin mashg'ulot ilib borsam bo'ldi. Mashg'ulot ilib borgandan keyin birinchisi cho'ngaytish lopayniga. Cho'ngaytish lopaynigining nima foydasi bor degan chog'da men buni tanlab qo'yib turib rasm chekkan chog'da rasm cho'ngayishga boshladi. Men rasm cheksam, rasmda bag'ansi cho'ngayishga boshladi. O'zim loyiq deb qaragan chog'da to'xtatsam bo'ladi. Hamda ikkinchisi uning yendikisi bo'lsa, kichiltish lopayniga. Kichiltish lopayniga buning aksicha Әрқын чеккен чағда рәсім кішіклешік başlaydı. Кішілтіп тәкі siz өзіңіз лайық деп қарған чағда тоқтасыңыз болады. Оқшан ұсыл білән кішілетілі болды. Әмді bu ikisini tanlab болғандан кейін мен ikisini тәң қадамда ikisini çoğaytış, kişiltiş rolunu oynamakçı болсам қандай қылма деген чағда оның yenideki әмме рәсімләрні bir vaqtda kişiltiş, tәң eriş knopkasını çekip etkenden кейін ben bunu önemli görüş için aldım bilen köznek konuksudan bunun tızlış şeklini vaqtincha ikisini vertikal tutib turib. Ondan keyin ikisini tang tanlab bo'lgandan keyin men bu ikisini tang mashg'ul ilib bormoqchi, masalan, tang cho'ngaytmoqchi yoki tang kichiklatmoqchi. Bu rolni tang o'ynay olaman. Undan boshqa men ma'lum bir doirani cho'ngaytmoqchi. Qanchaqda men buni tanlab o'tgandan keyin ramkalab turib, men ma'lum bir doirani cho'ngaytay, ikkalasi ekranda mos holda tanlash. Agar men buni o'zgar tanlab etgandan keyin, agar men buni kichiklatmoqchi bo'lsam yoki texnika yo'g'otmoqchi bo'lsam, qanday qilmaydi degan chog'da ikkalasi tang o'yin bo'lamdi yoki tang o'yin bo'lmaydi. Bu chog'da albatta bir rasm o'yin bo'ldi, chunki men buni tang mos qadam ilib borsin deganni o'chirayotgan. Ondan başqa men bu rasmni endi hozir bek cho'nglab ketdi. Endi ekranga mos holat saqlaydigan chog'da yoki 100% hozir 97% bo'libdi. Men buni 100% ekilish uchun buni cheksam biroqla rasm 100% cho'nglikda ko'rildi. Yoki ekranni moslashtirman degan bo'lsa, men yerdagi ekranga moslashtirishni cheksam bo'ladi. Bu eng mos holatda chiqishga boshlaydi. Yoki buning yanadagi men to'liq bir ekranni ko'ray degan bo'lsak, buni cheklasak bütün ekranga to'shqan holatda ko'rinishga boshlaydi. Hemen bu ikki rasmni asliga holatga qilish uchun buning tizilish shaklini yana asliga holat bo'yicha ko'rib turay. Bu holatga texnik yaxshi uchun qaytadan bir tushuntirsak bo'ladi. Mana ekranning to'shqan holati, bu ekran eng maskan holati, bu holat 100% holati. Ham bularning hammasiningki tez ijro qilish knopkalari va belgilari bo'ldi. Bular qanday qilamiz degan chog'da agar biz buni 100% hal ekilish uchun qanday qilamiz degan chog'da knopkasining kontrol bilan bir son siferdagi birni berish orqali buni 100% eklalaymiz. Undan boshqa bizning mana shu sol taraf ostimizda buning persent belgisi ko'rinib turibdi. Men buni 100% ni hozir biroqla 50 deb yozib qo'ysam, undan keyin enter belgisini qo'yib atgandan keyin bu 50% holat ekaldi. Agar bu 50% yo'g'on bo'lib ketibdi degan bo'lsak, men buni 10% holat ekab qo'yay. Enter belgisini qo'yib atgandan keyin bu 10% cho'nglikda ko'rinishga boshladi. Bu orqali tanishsak bo'ladi. Bu usullarning biri, yana birisi shu lopaynak belgisi tanlangandan keyin biz buni lopaynakni chekishdan boshqa chekmay turib o'ngga yoki men hozir bu belgini tanlab olgandan keyin hozir masalada kichik eklay kelib bo'lgandan keyin men cho'ngaytish qurolini tanlagan bo'lay yoki kichiltish qurolini tanlagan bo'lay mousening sol knopkasini bosib turib o'ngga yoki so'lga surish orqali bu rasmlarni tezlikda cho'ngaytish yoki kichiltish unimiga erisha olaman. Agar men bu knopkani hozir bu lopaynakningki
qo'sh belgisi chiqib turdi. Agar knop taqsidan alt belgisini besib turgan bo'lsam, bu qo'sh belgisi avtomatik holda vaqtincha kichiktish lopayini o'zgardi. Men chekkandan keyin kichiklaydi. Alt knopkasini qo'yib atgandan keyin bu yana cho'ngaytish lopayini aylandi. Chekkandan keyin bu davomli cho'ngayishga boshladi. Yoki men o'ngga, so'lga yana surish orqali bu rasmlarning cho'ngishligini tanishay olaman. Bundan boshqa buni tanishishning usullari qanday degan chog'da men buni control knopka taqsidagi control belgisi bilan qo'sh ilish belgilarini besish orqali kichiltirgan va cho'ngaytish holati eklaydigan bo'ldim. Hozir men bu rasmni haqiqiy bir cho'nglikda ko'rmoqchi. Bu rasmni haqiqiy bir cho'nglikda ko'rish uchun men control belgisidan bir belgisini bossam 100% bo'ldi. 100% bo'lgandan keyin men endi buni to'liq ekranga to'shgan holatda ko'rmoqchi bo'lgan bo'lsam, qanday qilma degan chog'da knopka taqsidan F belgisini besish orqali biz buni yangi bir xil hosil qilamiz. Ya'ni yon tarafdagi bu stollarni yo'qotish vaqtincha kirgizitish holatiga yetkazamiz. F belgisini bir qitim bosgandan keyin bu ekranda hozir bir o'zgarish paydo bo'ldi. Yana bir qitim bosgandan keyin bu ekranga to'liq ko'rinishga boshladi. Men bu holatdami o'xshash holda control kichiltish belgisi, minus belgisi yana yoki cho'ngaytish belgisi orqali bu rasmni cho'ngaytish, kichiltish unimiga erisha olaman. Undan boshqa men bu mouseni asta harakatlantirib o'ng tarafga olgandan keyin yo'shinib ketgan control taqsidaymiz yoki o'ng tarafdagi, so'l tarafdagi qurol sandig'i yana ko'rilish boshladi. Men bu holatdan asli holatga kelish uchun qanday qilaman degan chog'da yana F knopkasini besish orqali qilsam bo'ldi yoki knopkaning so'l taraf eng ustidagi exit belgisini besish orqali chiqarsam bo'ladi. Endi men bu ikki parcha rasmni tang qayta ichib turay. İchib bo'lgandan keyin men buning ustidagi hozir qo'l belgisi turibdi. Buni tutish belgisi yoki surish belgisi desak bo'ladi. Surish belgisini besib turib, undan keyin men ma'lum bir rasmni yo'tkab ko'rmoqchi bo'lsam bo'ladi. Az ekran orqali yo'tkazsam bo'ladi. Men mabashi rasmga kelib bo'lgandan keyin bu ekranni xohlagancha yo'tkash orqali men ko'rmoqchi bo'lgan yoki menga ehtiyoj bo'lgan doiralarni surib turib ko'ra olaman. Agar bu ikki parcha rasmni mos qadamda kichiltirib turib tang bir vaqtning ichida bu ikkisini tang yo'tmoqchi bo'lsam, buning ustidagi tanlash stonidan buningki bir vaqtda hamma ko'zga ta'sir qilsin degan knopka tanlayotgandan keyin agar yo'tkazsam, ikki parcha rasm mos qadamda tang yo'tkazishga boshlaydi. Shu orqali biz o'zimizning ko'rmoqchi bo'lgan ismlarni surib yoki oldiga qila olamiz. Undan boshqa men hozir qolgan boshqa bir knopkani tanlab qo'ygan bo'lsam, qurol tanlagan bo'lsam, qanday qilib qurol holatga eklalayman degan chog'da bundan keyin H, ya'ni bu H degan tez ijro qilish belgisi, buni orqali men bularni besish orqali shu ekasam bo'ldi. H belgisini bosgandan keyin men avtomatik holda qo'l tutish belgisiga o'tkaldi. Undan boshqa men buni davomli qo'lda o'tkazmadan boshqa qurol holatga kelgan bo'lsa, knopka taqsidagi bo'shliq knopkasini besish orqali vaqtincha buni tutish holatiga kela olaman, ham surib ko'ra olaman. Undan keyin bo'shliq knopkasini qo'yib atgandan keyin bu aslidagi holatga qaytib keladi. Shu orqali biz rasmlarni yo'tkash, cho'ngiltish, kichiltish holatlariga kela olamiz. Undan boshqa deb qo'ygan yana bir qitimliq rasmlarni cho'ngaytish, kichiltish usullari nima degan chog'da alt knopkasini besib turib, biz mousening o'tirdagi cho'gilmani cho'gayotgan chog'da rasmlarni kichiltish va cho'ngaytish holatiga yeta olamiz. Va alt knopkasini chekib turib, qo'yatmay turib, mousening o'tirsidagi duglak sharchini cho'gilish orqali men buni cho'ngaytish, kichiltish holatiga yeta olaman. Bu usullar orqali biz rasmlarni odatda cho'ngaytish, kichiltish yoki vaqtincha surish degan holatlarga ekla olamiz.